Assalomu alaykum, hurmatli Qulupnay ixlosmandlari. Bugun 4-noyabr 2025-yil. Hop. Alba ekilgan qatorlardamiz. Bu qo'shnimizga bergan ko'chatlarimiz. Mana hosillari. Alba kuzda hosil beryapti. Donlari ancha yirik. Ancha mana. Mana vaqtda mana shunday hosillar. Normalniy bu yil yaxshi ob-havo keldi. Hosillar ajoyib. Mana bu yerda ham pishib kelyapti. Donlari juda yirik, ta'mi ham ajoyib. Mana bu yoqlarda ko'rish mumkin. Ancha don solgan. Bahorgi hosillarga o'xshash hosil beryapti. Buni bugungi va ertangi sovuqlardan asraydigan bo'lsa, Xudo xolasa pishadi. Hozir bozorda narxi mana shu qulupnaylarni 130-150 ming so'mni tashkil etadi. Xolasa ancha yaxshi. Mana bu yerda gullab keladiganlari ham, kelayotganlari ham bor. Hosillar pishib turibdi. Mana bu yil biz uchun yaxshi tajriba bo'ldi. Albani ertaroq ekib, undan bemalol kuzgi hosilni olsa bo'lar ekan bizning sharoitimizda.